Ozgina pul to'plab qo'ydim, onamga borib berdim. Aytdimki, 3-4 kunda olaman, hayvon qilib qo'ymoqchiman, boqishga dedim. Oradan ozgina vaqt o'tdi-da, onamdan pulni so'rasam, bolam uyga kerak bo'lib qoluvdi, ishlatib qo'ydi-da, seni puling dedi. Shunda birdan jahlim chiqib ketib qoldi. Aytib qo'ysangiz bo'lardi-yu, biroq so'ramabsiz-da, devordim-da tasodifan. Shunda hech qachon eshitishni xohlamagan gapimni eshitdim. Onam ering topganini o'ynab yeysan, o'g'ling topganini o'ylab yerkansan-da bolam. To'g'ri aytishgan ekan. Devordi-da. Bu gapni eshitishi, bu holatga tushishi yomon ko'radigan odamga ham ravo ko'rinmaydi.